25 million so'mga tunikafon qilinayotgan xonadon tarnovlar bilan birgalikda. Akalar, erinmasdan bitta ko'ringlar. Xonadonimizni patkulik holatda qilib beryapmiz 25 million so'mga. Xudo xolasa arziydi, arzimaydi, fikrlarni kommentariyada kutib qolamiz. Xo'p. Xonadonimizni mana ichkari shatkalarimiz bo'lyapti. Hozir bu yerda choksiz sliplarimizni ko'chaga chiqarib qo'yganmiz, o'rnatamiz. Bu yerda mana xorlarimizni o'rab olganmiz. Polностью darvozaxonamiz xudo xolasa bo'lyapti bu xonadonimizda mana. Ko'ryapsizlar. Endi bu yerda mana ayvonimiz bo'lgan. Ayvonimizning ozgina chetlarida ishlari qolgan. Xo'p, endi ko'cha shapkalarimiz ham bo'lgan. Hozir ko'cha shapkalarini ham xudo xolasa sizlarga ko'rsataman. Ko'cha tomonimizda ham choksiz sliplari qo'yiladi. Hamda ishlarimiz yakuniga yetkazib beriladi. Akalar, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'cha tomonimizda ham ishlarimiz, ozgina ishlarimiz qolgan. Mana shu xonadonimizni old-orqa polniy choksiz sliplari, shapkasi hamda mana bu joy ko'rib bo'ladi. Darvozaxona, ayvonlari hammasi 25 million so'mga qilib berilyapti. Agar narxlar sizlarga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, inshaalloh nasib bo'lib qolsa, keyingi tunikafon qilingan xonadon aynan sizlarda xonadonlar bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, salomat bo'ling.